Mana shu hodisa kinoga olib chiqishgan. Pusoni ko'rganmisizlar? Pusoni? Pusuda Qora degan xarakter bor, Qora. Qora o'zi hayotda Yashil degan odam. Yashil degan odam bor. Kimning oti? Mahmad Yildirim degan odam. Laqabi Yashil bo'lgan. Zeleniy. Hamma narsa zeleniy bo'lgan, davlat odam bo'lgan. O'shani kinoda xarakter, obraz sifatida Qora nomi bilan o'ynatishgan. Qora Yaqub degan odam bilan ashiratlar ichida ko'p operatsiyalarda qatnashganligini aytib faxrlanadi. Po'latning oldiga kelganda Po'lat aytadi, Yaqubni ko'rsatadi. Taniysanmi bunu? Bu Yaqub toza odam bu deydi. Bu ashiratdan deydi. Bu bilan biz ko'p amallarga chiqqanmiz deydi. Deganda Po'lat aytadi, bu Yaqub emas, bu Siyonist deydi. Bu Siyonistlarning eng alaqasi Shamir bu deydi. Biz qomga ketib qoladi. Bu mana shu hodisa hayotda bo'lgan hodisa. O'shani Najmiddin Erbaxon aytdi. Qora davlat odami, Yahudiyga xizmat qilaman, mana men xizmat qilamanmi degan voqea hodisani bitta aylantirib ko'rsa, kimnidir qo'lida ularga xizmat qilgan bo'lib chiqyapti. Buning uchun biz nimani bilishimiz kerak? Siyosatni bilishimiz kerak.